Muborak tumanidagi 7-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida direktor lavozimida ishlab kelmoqdaman. Bog'chamiz 150 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, 150 ta bola qatnovda. Hozirgi kunda bog'chamizda sog'lomlashtirish oyliklari olib borilmoqda. Dolzarb 90 kun mavzusida chiroyli ishlar olib borilyapti. Bolajonlarimiz ertalab badan tarbiya, musiqali badan tarbiya mashg'ulotlarini bajarishadi. To'garaklar chiroyli qilib to'garaklarga qatnashishadi. Har birlari o'zlarining qobiliyatlariga qarab, havo vannasi, suv vannasi, ya'ni basseynlarda chiroyli cho'milishadi. Hozirgi kunda bolajonlarimiz chiroyli qilib tadbirlar o'tkazishadi. O'sha tadbirlarda, musobaqalarda quvnoq startlar, kim chaqqon, kim epchil tadbirlarida qatnashib, bir-birlari bilan xursand o'ynashadi. Velopoygalar o'tkaziladi. Velopoygalarda ham o'zlarini o'sha chiniqtirish uchun harakat qilishadi. Bolajonlarimiz mana shunday chiroyli joylarda, chiroyli bog'chalarda, mana shunday chiroyli maktabgacha ta'lim tashkilotlarida yaxshi tarbiyalanmoqda. Hozirgi kunda bizning bog'chamizda shaxmat to'garaklari, o'zlari bolalar qo'l ishlarini yasash uchun har xil nimalar bajariladi. Keyin arifmetika bo'yicha chiroyli nimalar bajariladi. Kitob. Men kitobni sevaman. Kitob haqida bolalar bilan ko'pgina she'rlar, qo'shiqlar yodlashib, keyin bolalarni o'sha obed vaqtida, uxlatish vaqtida ham ko'pgina allalar, ko'pgina ertaklar aytib berishadi qizlarimiz. Keyingi hozirgi kunda bog'chamizda yashil makon bo'yicha ko'pgina daraxtlar ekilgan, mevali daraxtlar, manzarali daraxtlar ekilgan, gul ko'chatlari ekilgan. Hozir ham gul ko'chatlarini ekish ishlari bilan shug'ullanib davom etib kelyapmiz. Yashil makon bo'yicha 30 ga yaqin manzarali daraxt ekildi yaqinda. Bahorgi mavsum vaqtida bir 50 ga yaqin mevali daraxtlar ekildi. Tut ko'chatlari ekildi. Mana shunday ko'chatlarda har xil ko'chatlarni ekib kelmoqdamiz.